Toshkentda fuqaro inspektorga pichoq bilan tajovuz qildi. Poytaxtda janjal ko'tarib, birovga tan jarohati yetkazgan fuqaro uni qo'lga olishga harakat qilgan ichki ishlar xodimiga pichoq bilan tajovuz qildi. Gap shundaki, joriy yilning 21-iyun kuni Uchtepa tumanining 31-mavzesida ikki fuqaro tortishib janjallashgan. Janjal vaqtida fuqaro o'tkir tig'li jism bilan boshqa bir fuqaroga tan jarohati yetkazgan hamda hodisa joyidan yashiringan. Oqibatda jabrlanuvchi chap ko'krak qafasining sanchilgan, kesilgan jarohati tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Hodisa joyiga yetib borgan hududiy profilaktika inspektori jinoyatni sodir etgan shaxsni topib, uni ushlash choralarini ko'rgan. Aynan o'sha vaqtda esa fuqaro inspektorga ham pichoq bilan tajovuz qilib, faol qarshilik ko'rsatgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida gumonlanuvchi daliliy ashyo bilan qo'lga olingan hamda tergovga jalb qilingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish, ikkinchi qismi M bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, qalampirni kuzatishda davom eting.